Rasmiy ziyoratning bir qismi sifatida Xitoyda turayotgan Turkiya tashqi ishlar ministri Mavlud Çavuşoğlu Twitter hisobida o'zining Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan Shanxayga yaqin Wuxi shahrida ko'rishganligini e'lon qildi. Ministr Çavuşoğlu mundaq dedi: "Biz Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan ikki taraflik munosabatimiz va rayonlik masalalarni muzokara qildik. Biz iqtisodiy hamkorlik fursatini baholadik. Kun tartibimizdagi masalalarga, bo'libmi Uyg'ur turklariga bo'lgan ko'z qarashimizni, orzularimizni va sezgurligimizni yetkazdik." NATO Rossiya Kengashi Shimoliy Atlantik Ahdi Tashkilotining bosh kotibi Jens Stoltenbergning riyosatchiligida Beryuselda o'tkazildi. Shimoliy Atlantik Ahdi Tashkiloti Rossiya Kengashi 2019 yildan buyon tunji qatim yig'ilgan bo'lib, Rossiyaning Ukraina chegarasidagi harbiy harakatlardan paydo bo'lgan jiddiylik va Yevropaning bexatarligiga munosabatlik masalalarni muzokara qildi. Stoltenberg garchi hech qanday natijaga erisholmagan bo'lsa-mu, lekin suhbatning boshlanishining bir xo'sharinarlik ish ekanligini bildirdi. Belgiya taratqullarining xabariga qaraganda, Davlat Mudofaa Ministrligining amaldorlari o'zlarining 12 oyning 16 kuni xakerlik hujumiga uchraganligini his qilgan. Ma'lum bo'lishicha, hujumlar sirtqi elektronlik xat sistemasini nishonlagan bo'lib, sirtdan avatilgan elektronlik xatlar ministrlik xodimlariga yetib kelgan, ammo xodimlar javob qaytara olmagan. Ministrlikning bayonotchisi Lodeven Dedonderning aytishicha, sistemada qo'shilib ko'rilib 4 hafta davomlashgandan keyin to'nagan elektronlik xat sanduqi asliga kelgan. Tor hujumini kim yoki kimlarning tashkillaganligi to'g'risida hech qanday uqtir berilmagan. Nol Covid siyosatidan voz kechmagan Xitoydan kelgan suratlar bu davlatning vaziyatini oshkorladi. Xitoyning karantin lagerlari ijtimoiy taratqularda e'lon qilingan rasmlar bilan pash bo'ldi. Lagerdagi nachar sharoitlar zo'r g'ulg'ula qo'zg'adi. Angliya kundalik pochta gazetining xabariga qaraganda, Xi'an lagerlariga avatilganlarning ichida homildor ayollar, bolalar va yoshanganlar bor ekan. Rossiya energiya şirkati Gazprom Yevropadagi yer osti saqlash aslihalaridagi tabiiy gazning 55,6%ning ishlatilganligini e'lon qildi. Gazprom Yevropadagi saqlash aslihalaridagi gazning tez suratda oziydiganligini bildirdi. Yuqumga qarshi qo'llanilgan tadbirlarning bo'shatilishi va havo royi sharoiti sababidan kun sari ishayotgan tabiiy gaz ehtiyojini qondira olmaslik sababli Yevropadagi gaz bahosi bulturdan buyongi eng yuqori saviyaga yetgan. Amerika Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Ned Price Shimoliy Koreyaning ovozdan tez boshqarilgan bomba siniqi ilib berishdek ig'vogarchiligini to'xtatishning dialogga bo'lgan qiziqishning ifodasi ekanligini, Amerika va uning ittifoqdoshlarining dialogga qatnashishini xohlaydiganligini aytdi. Shimoliy Koreya rahbari Kim Jong Unning qatnashishi bilan ilib berilgan sinoqda 1000 kilometr yiroqlikdagi nishonga muvaffaqiyatli zarba beradigan yuqori sur'atli boshqarilgan bomba sinoq qilingan. Qozog'istondagi yangi hukumat xizmatini boshladi. Yangi ministrlar kengashi tunji yig'inni bosh ministr Alixon Ismoilovning riyosatchiligida o'tkazdi. Ismoilov hukumatning bekitilgan vazifalarni o'rinlash uchun barliq tirishchanliklarni ko'rsatganligini aytdi.